Vatandan kelgan uchurlar. Urumchidagi majburiy emgak zavodlari taqalganligi ma'lum. 3 dekabr Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, Urumchida lagerdagi Uyg'urlarni majburiy ishlatayotgan zavodlarni yaqinda taqagan. Zavodda ishlayotgan Uyg'urlarning taxminan 30% qo'yib berilgan. Qolgan qismi qora quyuq kesilib, turmalarga yo'llangan. Egilnishcha, taqashdagi sabab asosligi Amerikaning jazolash tadbirlaridan bo'lgan ekan. Uyg'urlarga bo'lgan kontrollik texnik kuchaygan. 4 dekabr Uyg'ur axborot markaziga vatandan kelgan manbadan ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlarga bo'lgan kontrollik texnik kuchaygan. Burun Uyg'urlar so'z saroylari, mayqachlash o'rinlariga kirsa, kimlik va chiroy tunish tekshirishdan o'tilgan bo'lsa, hozir odatga kichik oshxonalarga kirsimi, cho'qim tizimlab kirdigan. Yezlarda ahvol texmi eg'ir bo'lib, to'siq va tekshirish punktlari qatma-qat o'rinlashtirilgan. Virus bahonasida Uyg'urlarga bo'lgan tekshirish texmi chingtilgan. 5 dekabr Uyg'ur axborot markaziga vatandagi manbadan kelgan uchurga asoslanganda, virus bahonasida Uyg'urlarga bo'lgan tekshirish hasilab kuchaytirilgan bo'lib, Uyg'urlar har qanday tekshirish eg'izlaridan o'tganda telefoniga majbur qachlangan 2 xil appni skandan o'tkazishi kerak ekan. Undan boshqa Uyg'urlar har oyda telefondagi ishkilik kodini yangilash kerak ekan. Kodni yangilash uchun mahalli boshqarmasi yoki kent ishg'ollardagi o'rinlarda yadro kislota sinig'idan o'tishi kerak ekan. Har oyda yadro kislota sinig'idan o'tmaganlarning ishkilik kodi normal ko'rinmay, seriq rangda bo'lib qoldigan va tekshirish punktlarida to'sib qo'yilgan. Lagerlardan qo'yib berilganlarning davolanish sug'urtasi bekor qilingan. 9 dekabr Uyg'ur axborot markaziga vatandagi manbadan kelgan uchurga asoslanganda, lagerdan qo'yib berilganlarning sog'lomlik sug'urta hisobi to'ng'tilib, davolanish kartasi bekor qilingan. Uyg'urlar cho'shqa go'shi yeyish tahdidi ostida. Al Jazeera tori 4 dekabr Xitoyning Sharqiy Turkistonda cho'shqa fermalarini kengaytishiga ergishib, Uyg'urlar cho'shqa go'shi yeyishga majburlanmoqda nomli xabar e'lon qildi. Navbatda Shvetsiyada yashayotgan lager shoidi Sayragul Savatboy Al Jazeera muxbirining ziyoratini qabul qilganda, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarida yuz berayotgan jinsiy xo'rlash, har turli og'ir qiyin qistoqlar qatorliqlarni eslab o'tgandan so'ng, jazo lagerlarida azob chekayotganlarning har juma kuni cho'shqa go'shi yeyishga majburlanganligini, rad qiluvchilarning og'ir jazoga uchraydiganligini alohida ta'kidlab o'tgan. Shundaqla o'zining jazo lagerida majburiy holda cho'shqa go'shi yegizilgan chog'dagi ichinish hissiyotini muxbirga eslab bergan. Xabarda buningga yondosh holda Uyg'ur tadqiqoti olimi Adirgan Zenizning doklatiga binoan Xitoyning Sharqiy Turkistonda cho'shqa boqmachiligini kuchaytirayotganligiga oid qilmishlari haqidagi bayonlari tilga elib o'tilgan. Amerika siyosiyonlari Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lishni davomlashtirmoqda. Reuters agentligining 8 dekabrdagi xabariga qaraganda, Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasidan Marco Rubio, Demokratchilar Partiyasidan Jim McGovern, Intel, Nvidia qatorliq texnologiya shirkatlariga maktub yo'llab, bu ikki shirkatdan o'zlari ishlab chiqarayotgan oliy sifatli kompyuter o'zigini Sharqiy Turkistondagi bostirishga chetishliq Xitoy shirkatlariga sotayotgan yoki sotmayotganligi to'g'risida ma'lumot talab qilgan. Amerika siyosiyonlarining bu xil harakatlari kuchli simvolik ma'noga ega bo'lib, bu xildagi talab va nazoratlar dunyo miqyosida Xitoyning jinoyatiga hamkorlik qasdi bo'layotgan har qanday shirkatni bu vaqtda o'yinib ish ko'rishga targ'ib qildi va Xitoyning jinoyatiga hamdamda bo'lmaslik signalini berdi. Angliya parlament a'zolari yamonga yantayoq bo'lmaydiganligini ifodaladi. Forbes jurnalida 7 dekabr Angliya parlament a'zolari irqiy qirg'inchilik yurgizgan davlatlar bilan savdo qilmaymiz deb jakoldi nomli maqola e'lon qildi. Maqolada bayon qilinishicha, Angliya parlamentida Angliyaning irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan davlatlar bilan savdo qilish, qilmaslik to'g'risida muhokamalar bo'lib o'tilgan. To'yg'un Abduvali ochliq e'lon qilish harakati boshladi. Kanadada yashayotgan Uyg'ur ziyolisi, siyosiy faoliyatchi To'yg'un Abduvali 9 dekabr
Tibetlik va Hong Konglik boshqa 2 yosh bilan birlikda Toronto shahrida Xitoyning zulmiga qarshi ochliq e'lon qilish harakati boshlagan. To'yg'un Abduvali apandi mazkur ochliq e'lon qilish harakatini sahar soat 8 dan kech soat 6 gacha 3 kun davomlashtirishni planlagan. U bu xil ochliq e'lon qilish harakatini Kanadadagi va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning navbatlashib davomlashtirishini tashabbus qildi. Biz To'yg'un Abduvali apandining bu fidokorligi uchun rahmatimizni bildiramiz va dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarni bu harakatga ovoz qo'yishga chaqiramiz. Xitoyning cho'ng sandan programmasi Uyg'urlarni nishon qilgan. 9 dekabr Xalqarалық inson haqlarini kuzatish tashkilotining organ tor betida Xitoyning cho'ng sandan programmasi Sharqiy Turkistondagi musulmonlarni nishon qilgan nomli maqola e'lon qilindi. Maqolada deyilishicha, Xitoyning Sharqiy Turkistonda yo'l qo'ygan cho'ng sandan programmasi Uyg'ur boshchiligidagi musulmon millatlarni tutqun qilishni maqsad qilgan ekan. Yahudilar va musulmonlar Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Baban Torning 10 dekabrdagi xabarga qaraganda, Yahudilar Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilayotgan zulmga qarshi Amerika va Yevropadagi Xitoy konsulxonasining oldida namoyish o'tkazgan. Namoyish Uyg'urlar ustidan elib berilgan qirg'inchilikqa dunyo jamoatchiligining diqqatini tortish va Xitoyga besim ishiltish maqsadida elib berilgan. Hindistonda chiqadigan iqtisod vaqt to'rgesining xabariga binoan 10 dekabr yana Bengal musulmonlarimi Xitoyning Uyg'urlar qilayotgan zulmga qarshi namoyish o'tkazgan. Dunyoviy futbol cho'lpini Huawei bilan bo'lgan munosabatni uzdi. German ovozi to'rining 10 dekabrdagi xabarga qaraganda, Barcelona komandasining futbolchisi Antonio Griezmann Huawei bilan tuzgan kelishimni bekor qilgan. Uning bu haqdagi bayonidan ma'lum bo'lishicha, Huawei Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan nazorati va zulmiga hamdam bo'lg'ashqa Antonio Griezmann Huawei bilan bo'lgan munosabatni uzgan ekan. Xitoy Amerika davlat bexatarligi uchun birinchi nomorliq tahdiddir. John Radcliffe. 3 dekabr kuni Amerika davlatlik istixborot idorasining boshlig'i John Radcliffe Wall Street Journalda Xitoy Amerika davlat bexatarligi uchun birinchi nomorliq tahdiddir nomli maqola e'lon qildi. John Radcliffe maqolasida munolarni bildirgan. Men davlatlik istixborot idorasining boshlig'i bo'lish suhbatim bilan Prezident Trumpdan qolsala Amerika hukumatidagi boshqa har qanday shaxsdan ko'proq istixborotga erishiman. Men bu alayda o'rnimning vositasi bilan Amerika xalqiga bir uchurni yetkazmoqchiman. U bo'lsa-mu Xitoy xalqi Jumhuriyatining Amerika uchun eng cho'ng tahdid ekanligidir. Xitoy 2 dunyo urushi mobaynidagi demokratik davlatlarning va erkinlikning qarshisidagi eng cho'ng tahdiddir. Shunisi quyoshdek aydinki, Beijing iqtisodiy, askariy va texnologiya jihatlarda Amerikaga va dunyoning boshqa yerlariga xo'ja bo'lish qasdida ilgirlamoqda. Xitoyning ko'plagan ommabop qurilishlari va dangliq shirkatlari Xitoy Kompartiyasining mushu niyatini amalga oshirish yo'lida tinimsiz tipirlayotdi. Xitoy Amerika shirkatlarining aqliy mulklarini o'g'irlab, Amerika texnologiyasini o'zining qilib olib, oqibatda xalqaro bozorlarda Amerika shirkatlarining o'rnini egallab olyotdi. Xitoyning Snowball elektr chaq bilgi shirkatini misolga olsak, bu shirkatning 2018-yili Amerika tarafining savdo maxfiyatligini o'g'irlaganligi pash bo'ldi. Bu Xitoy shirkati buning jazosini to'lagan bo'lsa-mu, ammo ziyon yanala bizga bo'ldi. Bu qitimliq o'g'irlik Amerika shirkatining 1 milliard dollardan ko'proq ziyon tortishiga va 700 xizmat o'rnining yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'ldi. Bu Xitoy shirkati navbatda butun dunyo miqyosida elektr chaq biligini xuddi uni o'z aqli, o'z kuchiga tayanib yasab chiqqandek bexaroman setyotdi. Tadqiqot va kashfiyot maxfiyatliklarini o'g'irlagan Xitoylar Amerika Markaziy axborot idorasi tarafidan doimla tutilyotdi. Bu yilning boshlarida Harvard universiteti ximiya fakultetining mudiri qo'lga olindi.
Xitoy uning talab qilgan materiallarni yetkazib berishi uchun oyliqiga 50 ming Amerika dollari bergan. Xitoy üstün iqtidorli olimlarni mushu xil shaklda setib olib, ularning o'zlarini uchur bilan ta'minlashini rag'batlantiryotidi va mukofotlab kelyotidi. Amerika hukumatining statistikasiga asoslanganda Xitoy bilim mulk huquqi o'g'irligi orqali Amerikaga har yili 5 trillion ziyon selyotidi. Shundaqla Amerikadagi har bir oilaga yiliga 4 ming dollardan 6 ming dollargacha ziyon keltiryotidi. Xitoy yana Amerika ishlab chiqargan eng sezgur davlat mudofaa texnologiyalarini o'g'irlash orqali o'zining dunyodagi eng kuchli harbiy davlat bo'lish qadamini tezlatyotidi. Amerika istixborotidan bilinishicha, Xitoy hatto biologiyalik jihatda kuchli Xitoy askarlarini vujudga chiqarish umidida Xitoy xalq armiyasining askarlari ustidan biologiyalik tekshirish elib borgan. Xitoy kuchga ega bo'lish yo'lida hech qanday axloqiy mezonni tonimaydi. Xitoy dunyo bo'yicha oldingi qatordagi texnologiyalarni taraqqiy qildirish yo'lida ketyotidi. Xitoy 5G texnologiyasida yer yuzida yetakchi bo'lishda Beijingning istixborot to'plash tirkishini amalga oshirishni bosh nishon qilgan. U bu orqali xabar aloqalarda ma'lumotchilik tug'dirib, dunyo miqyosida shaxsiy maxfiyatlikka tajovuz qilyotidi. Xitoy yana kommunistik partiyaning ideologiyasiga zid mazmun bor deb qaralgan to'rbatlarni taqab, Amerikaga qarshi to'r hujumi iqtidorini oshirish qasdida ilgirlayotidi. Xitoy bu yil o'z ta'sirini texnik kuchaytirish uchun faol harakatga o'tdi. Amerika Davlat Majlisi qatorliq muhim o'rinlardagi o'nlagan shaxsni indakka keltirish urinishida bo'ldi. Amerika istixborotining egiligini shuki, Xitoyning Amerika Avam palatasidagilarni va Kengash palatasidagilarni qo'lga tushirish uchun qilgan tirishchanligi Rossiyaning 6 hassasiga, Iranning 12 hassasiga to'g'ri keladi. Necha 10 yil mobaynida hammaning diqqati terrorlikqa qarshi turishda bo'lib keldi. Halbuki kunimizda bizga ochiq ko'rinayotgan haqiqat shuki, Xitoy hozirdan boshlab Amerika davlat bexatarlik nuqtasining markazida bo'ladi. Boshqa davlatlarmi Xitoyni davlat bexatarligi uchun eng cho'ng xavf deb bilishning to'g'riligini his qilib yetishi kerak. Beijing navbatda Amerika bilan tig'ma-tig' qarshilashadigan davr uchun tayyorlik ko'ryotidi. Washington buning tayyorligini qilib qo'yish kerak. Liderlar bu tahdidlarni ochiq-oshkora so'zlashi va bu haqda amaliy tadbirlarni qo'llanishi kerak. Amerikaliklar fashizm ustidan g'olib kelib, to'mir pardani pachoqlab tashlab, kunimizgacha yuksilib keldi. Bu avlod amerikaliklarga Xitoyning dunyoni o'z orzusiga yarasha qayta shakllantirishiga va eng ustun dunyoviy kuch bo'lish qarniyati uchun tirkishishiga qarshi ko'rsatgan inkosiga qarab baho beriladi. Bu haqdagi istixborot quyoshdek aniq bo'lgan ekan, bizning buningga qarshi inkosimizmi ochiq bo'lishi kerak. Milliy ruh haqida. Milliy ruh yoki uning amaliy hayot ifodasi bo'lgan millatparvarlik yoki millatchilik bir kishining o'z millatiga, shu millatning tarixini ham tarixda yaratgan moddiy va ma'naviy jihatdagi qimmat o'lchamlarini himoya qilgan holda hurmat, ishonch, sadoqat, mas'uliyat, nazorat va fidokorlik tuyg'usi bilan bog'lanishi, shuningdek millatni yuksaltirish ustida izdinish va kuch ko'rsatish ro'yidir. Mushu ma'nodan aytganda, milliy ruh bir xil ijtimoiy, siyosiy fikr eqimi yoki prinsipi sifatida millatning mavjud sharoitdagi real holatini nazarga olib, milliy mavjudlik va milliy manfaatni hammadan ustun o'rin qo'yish maqsadida bir nishon atrofiga uyushishni ko'rsatadi. Insoniyatning bugungacha bo'lgan tarixidan shuni his qilishga bo'ladiki, har qanday bir millatning taraqqiy qilishi yoki chekinishi, nom shuhrat qozonishi yoki unutulishi umuman shu millatning milliy ro'yiga munosabatli bo'lgan bo'ladi. Uyg'urlar milodiy 7-asrdan 13-asrlargacha bo'lgan uzun bir tarixiy jarayonda Mo'ng'ul yayloqlarida va O'rta Osiyoda Uyg'ur Urxun davlati, Uyg'ur Idiqut davlati
va Qaraxonlar xalqiga o'xshash kuchli davlatlarni qurib saltanat surgan, mo'l madaniyat yaratgan va insoniyat tarixiga o'chmas to'hfalarni qo'shgan faxrli bir millat bo'lib, ayni davrda ajdodlarimizni qudrat topqizgan va ashundoq yuksaklikka ko'targan eng tub omil dal Uyg'ur milliy ruhi edi. Saltanatlik tariximizning guvohchisi bo'lgan Mangu tosh obidlari, O'g'iznoma dostoni, Qutatqu bilik, Turkitilla divoni qatorliq o'lmas miroslarimiz hamda ayni davr tariximiz haqida tadqiqot yurgizgan Uyg'ur va yuzlagan chet ellik tarixshunos olimlarning bayonlaridan shu davrdagi Uyg'ur ro'yining javhirini tövendikçe xuloslashga bo'ladi. Birinchi, millatning o'rtaq manfaati yo'lida uyushish, birlik hosil qilish. Millat nomimizning uyushmoq ma'nosidagi Uyg'ur deb atilishimi buning ro'shan bir dalili. Ikkinchi, hur erkin yashashni o'zining hayotlik mezoni qilish. Yot millatning quli bo'lib yashashdan hurlik yo'lida o'lishni afzal bilish. Uchinchi, jangovarlik. Hayotlik ko'rishi intayin keskin va rahimsiz bo'lgan ashu davrlarda ajdodlarimizni hur yashatgan, bepoyon zimin va soni o'zlaridan nechasi ko'p bo'lgan, son sanoqsiz qabilalarga hukmronlik qildirgan yana bir ruh dal millatning jangovarlik ruhi edi. Qadimgi ajdodlarimiz haqida yot qavm millatlar qoldirgan tarixiy yozmalarda Uyg'urlarning ot minish, o'qiya etish qatorliq jang mahoratlariga usta ekanligi, janglardagi botirligi alohida tilga ilingan. To'rtinchi, o'zi tug'ilib o'sgan tuproq, ya'ni vatanni ulug'lash, muqaddas bilish. Ajdodlarimiz millatning mavjudligi va qudrat tepishini o'zir yashab o'sgan va o'ziga mansub bo'lgan ashu yer zimin, ya'ni vatansiz tasavvur qilg'ili bo'lmaydiganligini allaburun tunib yetgan. 5. Aql va bilimni ulug'lash. Tariximizda Uyg'ur madaniyatining oltin davrini yaratgan Qaraxonlar xalqida yashagan buyuklarimizdan Yusufqa Sajibning o'lmas asari Qutatqu biligida ilgari surilgan ma'rifatchilik ro'yi buning tipik misoli. To'limi afsuski, Uyg'urlar 13-14 asrlardan boshlab ilgariki kuchi, madaniyati va saltanatidan ayrilib qoldi. Bo'libmi 17 asrning oxiridan boshlab dastlab qalmoqlarga, keyin Manju Xitoy davlatiga asir bo'ldi. Natijada bir zamonlarda qudratli davlatlarni qurgan, dunyoga madaniyat taratgan bir sharafli millat yaqinqi 300 yil mobaynida dunyodagi eng xo'rlangan, eng ojiz, eng bechora millatga aylandi. Amdilikda bo'lsa fashist Xitoy kommunist hokimiyat tarafidan bir millat sifatida yo'q qilinish xavfi ostida turibdimiz. Bizning yaqinqi zamonda hamma jihatdan orqaga chekinib zavollikqa yuzlanishimizning sabablari nurg'un. Ammo buning ichidagi eng asosli sabablardan biri bo'lsa, dal ilgarki davrdagi bizni qudratga ega qilgan Uyg'urlik milliy ro'yimizning ojizlashishi va yo'qilishidan iboratdir. Buningga sabab bo'lgan eng asosli omil bo'lsa, 15-asrlardan boshlab O'rta Osiyoda avj olgan, keyin Uyg'urlar orasiga chunqur yildiz tortgan tariqatchilik, tarki dunyochilik ta'limotidir. Shundan boshlab Uyg'ur millati bo'lindi, ilm va aqldan uzoqlashdi, jangovarligidan ayrildi. Texmi echinishligi, millatparvarlik va vatanparvarlik tuyg'ularidan mahrum qoldirildi. Bir millatning milliy ruhi shu millat krizga duch kelganda o'zining haqiqiy qudratini qayta namoyon qiladi. Bugun Uyg'ur millati tarixdagi eng ig'ir, eng xatarlik bir krizga duch keldi. Biz hozir o'rtaq Uyg'ur milliy manfaatimiz yo'lida uyushishga, millatimizning mavjudligi va hurligi uchun zo'r badallarni to'lay oladigan fidokorlikqa har qanday chog'dikidan bakrak muhtoj.